Uyda bolasiga yo bo'lmasam o'ziga zvachka yopishib qolsa, sochlarini qirqib yuborishga shoshilmay turinglar, chunki buni yechimi juda oddiy va sodda. Videoda oxirigacha ko'rib turing, hozir qanday qilib shu yechimni hal qilishni o'rgataman sizga. Mana shunday qattiq bo'lib qolsa, mana shunday atirlar, yo bo'lmasam duxiy, yo bo'lmasam oddiy spirt ham bo'laveradi. Sreza mashinaga sepiladi hozir mana videoda uzmasdan qo'yib berib turaman. Hozir tez orada bu yumshaydi. Hozir oldin ham sepib qo'ydim mana. Ko'rasizlar? Videoda oxirigacha ko'rib turinglar. Ko'ryapsiz? Bo'ldi. Masala hal. 1 sekund kutasiz, uje mana zvachka chiqib ketdi. Bu lifehackimiz sizga yoqqan bo'lsa, bitta like bosib turib, saqlang tugmachasini bosib qo'ying. Siz ham yosh bolangiz sochida zvachka yopishib qolgan bo'lsa, qirqib olishga shoshilmanglar. Sog' bo'linglar.